Qizi Aradhyani dunyoga keltirgandan so'ng Aishwarya Rayning vazni haqida qanday tanqidiy va yoqimsiz fikrlar bildirilganini muxlislar yaxshi eslashsa kerak. O'shanda aktrisa qomatini avvalgi holiga qaytarishga shoshmayotganini yozmayotgan saytlar qolmagandi. Internetda Ayshning qanday bo'lib qolganini qaranglar degan mavzuda yuzlab maqolalarni topish mumkin edi. Biroq u ortiqcha vazni tufayli beayov tanqid qilingan yagona aktrisa emas axir. Aishwarya Ray dunyo go'zali bo'lish shubhasiz oson emas. 2011-yilda Aradhya tug'ilgandan so'ng ommaviy axborot vositalari Aishwaryaning semirganini erinmasdan muhokama qilishdi. Ular aktrisani semiz deb atab, ortiqcha vaznidan qutula olmaslikda, bu bilan esa butun hind millatini uyatga qo'yishda ayblashgan edi. Biroq Aishwarya farzandini emzayotganini, sun'iy sutdan foydalanmayotganini aytgan va onalikdan baxtiyorligini bildirgan. Tanqidlarga esa ortiqcha e'tibor bermagan. Vidya Balan video nufuzli Kann kinofestivalida qizil yo'lakchadan yurganda moda tanqidchilari uning kiyimidan kulib, juda yomon deb baholashgan edi. Aktrisaning o'zini esa semiz deyishgan. Vidyani bunga qadar ham ortiqcha vazni uchun ko'p tanqid qilishardi, lekin u bu gaplarga hech qachon e'tibor bermagan. Axir u doimo rollarini qoyillatib o'ynagan. Shunday ekan, boshqa qiltiriq aktrisalardan sal to'laroq bo'lsa, nima bo'pti? Qolaversa, uning kiyimlari doim o'ziga yarashib turadi. Huma Qureshi. Humaning vazni biroz ortiqchadek ko'rinishi mumkin, lekin uning noan'anaviy tashqi qiyofasi Bollivud mezonlariga ko'ra albatta. So'nggi paytlarda uni eng ko'p muhokama qilinadigan aktrisalardan biriga aylantirgan edi. Huma tomoshabinlar mehrini qozonish uchun ozg'in bo'lish shart emas deb hisoblaydi va to'g'ri qiladi. Uning rollari ham buni isbotlaydi. Sonakshi Sinha. Ilk bor Qo'rqmas filmida suratga tushgandan so'ng Sonakshini doim to'lalik uchun tanqid qilishgan. Lekin Sonakshi bunday gaplar va muhokamalarga kamdan kam e'tibor bergan. U o'zi uchun an'anaviy hind qizi uslubini tanlagan va bu qiyofada o'zini juda baxtiyor sezgan. Hozirgi kunda esa hech kim Sonakshini semizligi uchun yoki to'lalik uchun tanqid qilishga botina olmaydi. Pariniti Chopra. Pariniti Choprani ham ortiqcha vazni uchun tanqid qiladiganlar bisyor edi. Biroq uning iqtidori bunday tanqidlarning ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatdi. Shunday bo'lsa-da, Pariniti ortiqcha vazndan qutulib kelishgan qomat sohibasiga aylanishga qaror qildi. Aktrisaning so'nggi paytlardagi suratlariga qarab, uni avvalgi Parinitini tanish qiyin albatta. Hozirgi kunda Pariniti yangi loyihalarda adashmasam suratga tushmayapti.